Shuning uchun har bir ota-ona bolasiga albatta vaqt ajratishni kerak. Albatta bolangiz bilan o'ynaydigan bir vaqtingiz bo'lsin, bir vaqtni belgilang. Uyga kirganingizda bir o'tirib, ular bilan suhbatlashib, ular bilan o'ynashlik uchun albatta bir vaqt ajrating. Mana bu vaqtingiz faqat bolangiz uchun bo'lsin, hech narsa uchun bo'lmasin. O'sha vaqtda telefoningizni ushlamang, o'sha vaqtda televizorga qaramang, o'sha vaqtda kitob o'qimang, o'sha vaqtda sizni chalg'itadigan narsalarni qilmang. Balki o'sha vaqt farzandingizning haqqi. Uni farzandingizga bering, haqqini bering. Fikringiz turli xil narsalar bilan mashg'ul bo'lmasdan butun qalbingizni fikrlardan, ko'chani o'ylash, bozorni o'ylash, tijoratni o'ylash, biznesni o'ylash, yana boshqa narsalarni o'ylash, mana shu narsalardan bo'shatib farzandingizga qarating. U vaqt xos farzandingizning vaqti bo'lsin va bu vaqtda farzandingiz bilan o'yning, farzandingiz bilan o'ynashing. Mana bu bilan farzand ota-onaga yaqinlashadi. Mana bu bilan ota-ona bilan farzand xursand bo'ladi. Xossatan bola 3 yoshdan keyin, 3 ga kirgandan keyin o'zi bilan o'ynaydigan odamni xohlaydi. Uni kuldiradigan, uni quchoqlaydigan, u bilan maza qiladigan odamni xohlaydi. Agar ota-ona mana shu bosqichda, mana shu davrda, ya'ni shu 3 yoshdan keyin asosan boshlanadi bu. 2 yoshda ham bo'ladi, 2 yoshdan oldin ham bo'ladi. Ko'proq 3 yoshdan keyin shu bola o'zi bilan o'ynaydigan odamni xohlaydi. O'zini quchoqlab, uni cho'choq qildirib, u bilan birga maza qilib o'ynaydigan odamni xohlaydi. Agar shu paytda, agar shu davrda ota-ona, murabbiylar e'tiborsizlik qiladigan bo'lsa, bolasi bilan o'ynashlikka e'tibor bermasa, bolasiga vaqt ajratmaydigan bo'lsa, bolasi bilan bir parklarga, bog'larga chiqishlikka vaqt ajratmaydigan bo'lsa, bu bolasi bilan masalan quchoqlamaydigan bo'lsa, bolasini o'pmaydigan bo'lsa, bolasini o'zini bag'riga bosishlikka odatlanmaydigan bo'lsa, bolasini boshini silashlikka odatlanmaydigan bo'lsa va bolasiga chiroyli iboralarni, chiroyli so'zlarni aytmaydigan bo'lsa, seni yaxshi ko'raman, sen bilan faxrlanaman deb unga shijoatni beradigan, uni rag'batlantiradigan so'zlarni aytmaydigan bo'lsa, katta bo'lgandan keyin ota-onaga bo'lgan munosabat kuchli bo'lmaydi. Ota-onaga bo'lgan e'tibori kuchli bo'lmaydi va keyin bu narsa qaytib kelmaydi. Bo'ldi, o'zini davrida o'tib ketadi. 7 yoshgacha deyapmiz asosiy bu davrni. Bo'ldi, shu davrdan keyin o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin bu davr qaytmaydi, bo'ldi, qaytmaydi. Keyin o'rtada o'sha shu narsa sababli munosabatlarga, ota bilan bolani o'rtasida bo'lgan, ona bilan qizni bola o'rtasida bo'lgan munosabatlarga bu narsa o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Mana bu o'sha tomonlarga biz e'tibor berishligimiz kerak.